bachadon bo'yni eroziyasimi, yallig'lanish, servitsitmi va hech narsa qilmaydi, o'zim o'rgili, bitta to'qsangiz aniq o'tib ketadi degan gapni siz ham eshitganmisiz? Bachadon bo'yni raki ko'krak rakidan keyin ikkinchi o'rinda turadi va butun dunyoda har 2 daqiqada bir ayol dunyodan ko'z yumadi. Siz bunga tayyormisiz? Bachadon bo'yni eroziyasidan tashqari juda ham ko'plab kasalliklari bor va ular rak oldi kasalligi hisoblanishi mumkin. Hamda rakni oldini olish uchun juda ham ko'p tekshiruvlar bor. Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar rak oldi bosqichini 95% holatda aniq qilib yoritib berishi mumkin. Bularga kiradi kolposkopiya tekshiruv usuli, pap test. Buni butun dunyoda tan olingan usul hisoblanadi. Hamda VPC, mazok, ya'ni VPC screen. Aziz ayollar, profilaktika bu sizning qurolingiz hisoblanadi va bu bilan birga siz bachadon bo'yni rakini oldini olishingiz mumkin. Skriningdan o'ting va hayotingizni saqlab qoling. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yasiz, chunki aynan shunchaki yuborish bilan birga siz kimnidir hayotini o'zgartirib yuborishingiz mumkin.